Hammaga assalomu alaykum jigarlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, albatta sizlarga foydali bo'ladi. Xullas, bugun global muammo bo'layotgan o'sha 45 FPS, 30 FPS temasini olib chiqaman, chunki bunaqa o'yinchilar juda ko'p. Qiynalayotganlar ham bor. O'zim ham shu qiynalaman. To'g'risi 120 FPSlar, 60 FPS, даже 60 FPSlarga qarshi ham 45 FPS o'yini bo'lmayapti hozir. Shuni yechimini topdim hamma uchun. Bemalol foydalansanglar bo'ladi, chunki ko'p o'yinchilar mana Android telefonda o'ynaydi. Даже PUBG o'yinchilarning bir 60%, 70% menimcha Android o'ynasa kerak. Shunga yechim topdim. Mana o'zim ishlatyapman hozir. 120 qilganman. Men o'zimning telefonim, device'im Realme C53. Xohlasalar YouTube'dan qidirib topsanglar ham bo'ladi. Ko'rsanglar ham bo'ladi, necha FPS ko'tarishini. Shunday giroskop ko'taradi. Lekin ishlamaydi. O'ylaganimda ishlamaydi. O'ylaganlarda ishlamaydi. To'g'risini aytsam, shu 120 FPS qilganimdan keyin normal bo'lib qoldi. Oldingidan ko'ra yaxshi. Shu ekranga bitta ilova chiqaryapman. 90 FPS nomi, bilaman yetimda topsanglar bo'ladi. Yana bittasi bor, 120 FPS nomi. Uni ham topsanglar bo'ladi, lekin ikkinchisi qiyinroq, birinchisi osonroq, 90 FPS sariq profilli. Bemalol topib, xohlagan FPSlarni jo'natib olsanglar bo'ladi. 120 FPS mi, 60 FPS mi? Xohlasanglar iPad view qo'shsanglar bo'ladi. U nima degani? Ekranlar sal o'ttiroqqa siljib qoladi, lekin iPad ko'rinishida bo'ladi. Odamingiz personaj sal uzoqroq bo'ladi. Plus o'qlaysiz ham yaxshi tegadi. Hammasi foydali bo'ladi. Xo'p, bitta 90 FPS ilovani ko'rsatay sizlarga. Chiqamiz bundan. 90 FPS ilovasi kirganlarda shunaqa sizlarga ikkinchida bosasizlar, notdan bosasizlar. Xullas, biz global PUBG Mobile o'ynasanglar, global bosasizlar, Indiya bo'lsa Indiya, Vietnam bo'lsa Vietnam, Koreya bo'lsa Koreya. Light PUBG Lite bo'lsa Lite ham qilsalar bo'ladi. Biz global bo'lgan uchun global bosamiz. Videoni ko'ring deyapti, men bilaman o'zim. With Shizuku yoki without Shizuku. Without Shizuku qilmanglar, with Shizuku qilinglar. Agar xohlasanglar chiqaring desanglar, Shizukuni ishlatishni videosini ham chiqaraman. Kerak emas, iPad view mana, iPad viewni yoqasizlar, nastroykasi chaqinroq, uni ham video qilib chiqaramiz. Xohlasanglar 60 FPS, xohlasanglar 120 FPS, menga 120 kerak. Yana nimani reklama ko'r deyapsiz, reklama shart emas. Hozirlar reklamaga continue bosasizlar, launch game, shu launch game degan yozuvni bossanglar, o'yinga avtomatik kirib ketadi va 120 FPS ochiladi. Shu